Qibray atrofida ham arzon va sifatli uchastkalar qurilishi boshlandi akalar. Qibray tumani O'nqo'rg'on Obod mahalla bomi xuddi shu lokatsiyada 2 sotixdan 204 sotik yer maydonigacha joylashgan tayyor 2 tashkali uch uruvelli uchastkalar. O'zini piseli podval akalar. $80,000 dan $90,000 xarid qilsanglar bo'ladi. Batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Bu uchastkalarni bitishini o'zinglar bitta tasavvur qilinglar akalar. 2 tashkali uch uruvelli seli podval botdi. Hovlisiga bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Polностью pishgan ishdan bo'lgan, tomlari yopilgan, elektrik pechlari bo'lgan, sifat bilan qurilgan uchastka. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla, yengga tushib yotgan mahalla akalar. 2 tashkali uch uruvelli 6 xona plus hol plus kuxnya botdi. Klientlar xohishiga qarab birinchi etajda ham xonalarga bo'lib beramiz deb aytishyaptilar akalar. Bunaqa taklif menimcha hech qayerda yo'q. 2 sotikdan 204 sotik yer maydonigacha joylashgan polностью podvallari seli holatda kelib bemalol xonalarga bo'lib foydalansanglar bo'ladi. Balandliklari ham eng kamida 3-10 metr chiqadi akalar. Narxi $80,000 dan $90,000 gacha pastda egalar nomerini qoldiraman, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.